E'tiboringlar markazida Cybertruck'ga ajali pickup number 1. Buni bahaybatligini tasavvur qilishingiz uchun mana bo'yimni ko'rasizlar. Bo'yim 1.65 shunaqa atrofda. Eshiklarni ochganda paroklar avtomatik tushyapti, elektronniy eshik, hech qanaqa ruchka degan narsa yo'q. Qo'l bilan hech qanaqa desit qilmaysizlar. Bakoylar ham hammasi oddiy oyna emas, eskilik sarfda emas, hammasi kamera. Balonni endi razmerini yozishmabdi. Primerni tasavvur qilishingiz uchun mana belimdan turibdi. O'zingizlar mashinangizga borib turib, bunday solishtiringlar. Tashqi dizayn, rozkirish hamma taraflama o'ziga kompot qilyapti. Inshaalloh mana shu mashinani men o'zimga bitta zakaz qildim. 2027-yilda ishlab chiqazilar ekan, konvert qo'yilgan ekan. Lekin hozirgi paytda zaklad olib qolgan desa, zaklad olmayapti. Faqatgina ofitsialniy zakaz qilsa bo'lar ekan. Narxini taxmin qilib turinglar. Hozir kommentda yozinglar, narxini nech pul deb o'ylaysizlar. Men eshitib bir 10-15 ta o'rgilarim keldi. Yon taraflama, oldi, hamma taraflama bu mashina o'ziga rom qiladi. Ko'chada haydab yurganingizda ham hamma e'tibor sizda bo'ladi. Nafaqat tashqi dizayn rozko'rishida, balki salon, ichkari dizayn, interyerlari hammasi o'zgacha yondashuv bo'lgan. Dizaynni yorib tashlagan. Gibrid degan mashina, like bosib qo'yinglar, yoqsa $41,000 2027-yilda xarid qilsanglar bo'ladi.